Qaysi biri og'irroq, sajda yoki muomala? Aynan shu masjidda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirgan edilar. Shu payt bir sahoba turib: "Ya Rasululloh, falon kishi juda ko'p namoz o'qiydi, ro'za tutadi, lekin odamlarni tili bilan ozorlaydi" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut qildilar. So'ngra "Unda yaxshilik yo'q" dedilar. Sahoba hayron bo'lib: "Ya Rasululloh, u kechasi bilan ibodat qiladi" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana shunday dedilar: "U jahannamdadir." Keyin boshqa bir kishi haqida aytildi. U ancha ko'p ibodat qilmaydi, lekin odamlarni ozorlamaydi. Unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilarki, u jannatdadir. Masjid ichida sukunat cho'kdi. Chunki bu so'zlar ibodatdan ham og'irroq tarozi edi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Musulmon odamlar uning tilidan va qo'lidan omonda bo'lgan kishidir. Bundan ibrat olishimiz kerakki, ibodat ko'pligi emas, axloq og'ir keladi. Til bilan qilingan gunoh namozni ham yengillashtirib yuboradi. Masjid odamni faqat sajdada emas, muomalada ham tarbiyalaydi. Alloh bizga ibodat bilan birga go'zal axloq nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.